Vaqt satavelish. Abdori Meryem Qurban. 5-qism. Ayol mo'ldirlab turgan yoshlarni yo'shiranmay to'kib tashladi. Muzikat ona jaynikidan asta tartib sofaga o'ltirg'izib qo'ydi. U ko'z yoshlarini to'xtatmay yig'laydi. Uning yuragi uning rayiga baxmagan edi. Shu topda uning yuragi mehribon odamga o'zini oshkorlamoqda. Hol aytmoqda. Sendan boshqa hech nimam yo'q demoqda. Ana hayotning uningga qilgan alamlarini, yuragida uningga mangu yushirib saqlaydigan tuyg'ularini to'kmoqda edi. Nima bo'ldingiz? Hech nima. Men siz bilan xo'shlashay deb kirdim. Nimishqa? Men onun bilan ajrashib ketmoqchi. Bu ablah. Ayol o'rnidan turdi. Onun so'lg'in qiyofatiga bakmi ichi og'ritdi. Uning yelkasiga qo'llarini yengil qo'ydi. Ayol hammani unutdi. Bir qirindishi, bir so'ygini, bir onasi badaliga uningga o'zini atdi. Uning bag'rida ayolning yelkasi silkinatdi. Uning chashlarini siladi. Ayol uyqudan uyg'ongandek darhol erning bag'ridan yulqinib chiqdi-da, burilibli uydan chiqib ketdi. U o'zining uyiga kirdi-da, bu uydan qo'shnisiga ko'rinmay chiqib ketishga oldirdi. Biroq uning yoshlari texi uzilmagan edi. U g'ayratga keldi. Eshikning ochqichini sheraning ustiga qo'yib qo'ydi. Ham eshikni qattiq yopib Biroq uydan chiqibla eshikni ochib uningga qarab turgan qo'shnisini ko'rdi. To'xtang, nega borsiz? Men sizga yordam qilaman. Qizingiz nada? Ayol bu savollarning biriga javob berolmay talampaydan ishtik tushib ketdi. U bu o'ltiraq rayonning darvozasidan hech nimaga qaramay, beshini ko'tarmay chiqib bo'lgandan keyin do'stiga telefon berish uchun yo'l ustida birdan to'xtadi. U telefon numerini izlab turganda "Nega borsiz?" degan tunish ovoz anglandi. Qo'shnisi muloyimlik bilan uning oldida turadi. U ayolning javobini kutmay, uning qo'lidagi chamdonni mashinaga soldi-da, mashinani o'taldirib menib ketdi. Yo'l ustiga chiqqandan keyin u ayoldan: "Nega borsiz?" "Do'stimning uyiga." "Yo'q, bo'lmaydi. Boshqalarninkida qo'rinib qolasiz." Ular yo'l bo'yi bir eg'izmi gap qilishmadi. Muzikat ayolning baxtsizligini o'zidan ko'rdi. U dastlab erni bir kunlamchi bo'lsa kerak. Mening sababimdan ularning hissiyoti buzilganmidi deb gumon qilib qolgan edi. Keyin bu Kattibayning bu ayol bilan o'tkazgan namratlarcha turmushiga qarab, uning talada boshqa ayollar bilan nashoyan ishi bor. Bu ayol bilan faqat atoqli uy tutib yurgan gap deganlarni xiyolidan o'tkazdi. Hamda ichida bu erga qattiq nafratlandi. Muzikat mashinani shahardan ancha yiroq bo'lmagan bir binoning oldida to'xtatdi va uyga kirdi. "To'nglatquda meva-chi bor, men hozirlik kiraman." U ayol o'tmay sirtdan sut, non, ozroq pishirilgan go'sht ep kirib sheraga qo'ydi va gaz o'choqqa choy qo'yib etdi. "Xotirjam orom eling. Mening biroz ishim bor edi. Siz choy ichib yuring." Ayol bir hazog'icha tush ko'rayotgandek o'ltirib ketdi. Uning xiyolini suv qaynayotganda cho'ygundan chiqqan ovoz uzib etdi. U go'shtdan ozroq yedi. Ondan ozroq sut ichdi. U bekmi charchab ketgan edi. Shunga sofaga qiyib uyquga ketdi. Qanchalik uxladigan tong eshikning taraqlagan ovozidan cho'chib uyg'onib ketdi. Eshikdan qizini elib muzikat kirib atdi. "Ana, bundan keyin meni og'ili tog'am bo'lsin, siz bormang." U kelib qizini quchoqladi. Biroq qizi bu tag'isining chiqib ketib qolishidan ansirgandek, darhol opasining quchqidan o'zini tatdi-da, yugurib berib, erning qo'llarini tutib oldi. Uyda ishlatadigan narsalarni tunishtirdi.
Mana uyning ochqichi. Bugun mushundaq bo'lsin, men o'yin qo'yish qilmadim. Bemor qattiq yo'talib ketdi. Uning ko'zlari xiralashdi. Qurib chaplashib ketgan qalpoqlarini o'mallab bir nimalarni demoqchi bo'ladi. Echilayotgan qalpoqlarini yalab qo'yadi. Uning xiyoliga yolg'iz ag'rib yotgan kechilar kelyotadi. U o'zini uzundan beri mush karvatda yo'q. Yolg'iz uyda pilildigan chiroqlarga qarab yotgandek his qilib andikib ketdi. Oxirgi taqdir. Muzikant har kuni ayolning yoniga kelib, uning holidan xabar elib turdi. U garchi ayolni yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa-mu, biroq azar yegan bu ayolning dilining yana azar yeb qilishidan qo'rqatdi. Ichida bo'lsa, ayolga kuyatdi. Bir haftadan keyin muzikant ayolga endi qanday qilishni o'ylashayotganligini so'radi. Ayol o'zining bir ish o'rnini topib ishlaydiganligini aytdi. Agar bir rasm topsam yotliq bo'lamsiz. Ayol buni tushundi. Sizga o'xshash bo'lsa mayli. Uni bag'riga bosdi. Ayol uning quchoqida yig'laydi. Bu azob yeshi emas, balki baxt yeshi edi. Ular to'y qildi. Ayolni elib bu shahardan yiroq bir markaziy shaharga kelib, boshqadan ish boshladi. Ular shirin kunlarni birga o'tkazdi. Qizi keyin bu tag'isini dada dedi. Keyingi yili ular yana bir o'g'illik bo'lib qoldi. Kunlar shunda xushal o'tadi. Ayol uyda bolalarga qaraydi. Muzikant butun zehnini ijodiyatga bag'ishladi. Keyin uning nomi chiqdi. Çoğu muzika atirtida muzika çalatdi. Öz aslahalarini e'lon qiladi. Taklif bilan boshqa shaharlarda kechiliklarga qatnashatdi va asarlarni o'rinlaydi. Biroq ularning bu xushallik kunlari uzoqqa bormadi. Muzikant boshqa bir o'lkaga o'yin qo'yib yenishida aeroplan tushib ketish vaqasida qazo qildi. Ayolning alamlik yoshlari yana to'kildi. Ayol erning jasadini ko'rolmadi. İki bala muzikantning familiyasini qo'llangan edi. Shundan beri u to'la yashadi. U ming bir jafolarni tatgan bo'lsa-mu, balalarni yaxshi tarbiyaladi. Nuqtaliq maktablarda o'qitdi. Biroq qizining dadasini izlamadi. Qizini ko'rsatmadi. Ermo qizini izlamadi. Qizi faqat o'z dadasining qazo qilib ketganini biladi. Ayol qizini elib chiqib ketgandan keyin bu bayning yolg'izlik turmushi yana boshlandi. Ba'zida qiz cho'kallar uning boyligini ko'zlab tegmoqchimi bo'lishdi. Biroq uning uylanishga mayli yo'q edi. Pullar yig'ilaverdi. U cho'ng baylar tizimligiga kirdi. Biroq kunlari o'zgarmadi. Ba'zida oshxonada, ba'zida uyda qo'nib kunlarini o'tkazaverdi. Bemorning darmoni qolmayotdi. U ko'zini ochmoqchi bo'ldi-yu, biroq ocholmadi. U butun kuchini ishga solib, bir injiqladi va doktor deb pichirladi. Doktor kirdi. Doktor, qanchalik vaqtim bor? Nim gapingiz bo'lsa-da. Ayolimdan xabar bormi? Xotirjam bo'ling. U keldigan bo'ldi. Yilda kelishi mumkin. Men bo'lolmayotman. Yo'q. Mana bir soat bo'lsa yetadi. Bir soat vaqt sedavasam bo'lamdi. Bo'ladi. Biroq buningga ko'p pul ketadi. Amaliyotda u nafaslantirish uskunasining yordamida nafas elib o'tadi. U bir narsa demoqchi bo'ldi, biroq deyolmadi. Mayli deganni bildirib, boshlanishdi bemor. Ayol doktorning talabi bo'yicha doktorxonaga keldi. Dog'lar ostida xuddi ko'yib ketgandek qardab ketgan chiroy. Cho'nqur o'rining ichiga tushib ketgan. Inchkilik bilan qaramasa, shu xonaning ichida yo'qib ketayotgandek ko'rinadigan ko'zlar. Bilinar-bilinmas lip-lip qilib turgan burun chanoqlari. Yo'q, u emas. Da'vatkili tasli qoldi ayol. Kesal qo'llarini ko'tarib polanglatmoqchi.
Kimnidir tutmoqchi bo'lgandek bir ishoratni qiladi u. Doktor kirdi. Siz burroq kelishingiz kerak edi, xonim. U bak qiynaldi. U endi bardoshlik bermaydi. Bemor boshlarini ko'tarmaydi. Faqat ko'zlarini bor kuchi bilan yeliqi o'rnining ichidan chiqarishga urinadi. Lavla asta midirladi. Kechiring. Men yetimlik, yolg'izlik meni sizdan ayrilishga majbur qildi. Men sizga muhabbat taqdim qilolmaganimni bilaman. Men qizimni bir ko'rsam, bag'rimga bosgan bo'lsam. Qizingiz oliy maktabda o'qiyotdi. Kelinmaydi. Kechiring. Onunğa hayatlık okulu saldık. Hazır faqat bir saatgina yetdi. Bu bek qimmat. Biroq bemor siz bilan ko'rishish uchun shunday qildi. Vaqtni ching tutib, uning bilan vidolashing. Doktor ayolni yig'isini to'xtatishga buyruq qilgandek talaffuzda va yanchiqidan bemorning qo'li qo'yilgan bir vasiyatnomani oldi. Ayol vasiyatnomani qo'liga olib o'qishga boshladi. Onunğa mundaq qolay yozilgan edi. Men ketgandan keyin qolgan pullarim qizimga qolsin. Doktor guvohchi bo'lib qo'l qo'ydi. Bu yil qizim 18 ga kirdi. U kelib bu vasiyatnomani topshirib olsa bo'ladi. Uning ko'zlari o'rnidan chiqib o'tadi. Qo'llari xuddi birini tutishga intilgandek so'ziladi. Atrofga mo'ldirlab qaraydi. Orini jimjitlik qopladi. Doktor vasiyatnomaga qo'l qo'ydi va bemorning ishorati bilan uning mayda yanchiqidan bir chekni oldi. E'lon, bu sizni. Bu